iPhone 12 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyapti, balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoq xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 2815 ming mAh. Litium ionli lilon batareykalar tizimi mavjud. 18 vatt quvvatlagich talab qiladi. 18-20 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasini tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 7,5 vatt talab qiladi. Tezkor quvvatlash tizimi ham mavjud. 58% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 30 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat. Videolar tomosha qilganda 12 soat 9 daqiqa. O'yinlar o'ynaganda 4 soat 35 daqiqa. Kutish rejimida 112 soat. Umumiy avtonomik holatida esa 21 soat 15 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomizni oxiriga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.